Eski telefon. Paul Willard. Uyimizda telefon paydo bo'lganida men hali juda kichkina edim. Bunaqa apparat hali tevarak atrofdagilarda ham yo'q edi. Devorga mahkamlangan va pardoz berilgan bu eski qutini juda yaxshi eslayman. Uning yaltiroq go'shagiga yetish uchun bo'yim ancha kichkinalik qilardi. Ammo men onamning telefonda suhbatlashishini maroq bilan tinglardim. Keyinroq bu ajoyib qurilmaning qayerdadir "Ma'lumot bering, iltimos" nomli odam o'tirishini kashf etdim. Va nazdimda u bilmaydigan narsaning o'zi yo'q edi. U hammaning telefon raqamlaridan tortib, to'g'ri vaqtgacha aytib bera olardi. Mazkur banka ichidagi jin bilan ilk muloqotim onam qo'shninikiga chiqib ketganida yuz berdi. Yerto'ladagi asbob-uskunalar dastgohi yonida o'zimni ovuntirib o'tirganimda barmog'imni bolg'a bilan urib oldim. Og'riq kuchli edi, ammo yig'lashdan ham biron ma'ni ko'rmadim. Chunki baribir uyda menga hamdard bo'luvchi hech kim yo'q edi. Men og'riqdan lo'qqilayotgan barmog'imni so'rgancha uy bo'ylab yura boshladim va oxiri zina yoniga keldim. Birdan telefon yodimga tushdi. Darhol katta xonadagi taburetka yoniga chopib bordim va uni sudrab telefon turgan joyga olib keldim. Kursining ustiga chiqib, go'shakni joyidan chiqarib oldim va qulog'imga tutdim. So'ng shundoqqina boshim ustida turgan uskuna mikrofonga yuzlanib, "Ma'lumot bering, iltimos" dedim. Tugmachani 1-2 bosganimdan so'ng qulog'imga ayol kishining ingichka va tiniq ovozi eshitildi. "Sizni eshitaman." "Barmog'imni urib oldim", yig'lagudek bo'lib arz qildim men telefonga. Endi meni eshitadigan kimdir borligidanmi ko'zimga yosh to'ldi. "Oying uyda emasmi?" degan savol eshitildi go'shakdan. "Uyda hech kim yo'q, o'zimman", yig'ladim men. "Qo'ling qonyaptimi?" "Yo'q", javob berdim yana. "Qo'limni bolg'a bilan urib oldim, shunga og'riyapti." "Muzxonani ocha olasanmi?" so'radi u. Men ocha olishimni aytdim. "Muzdan ozgina ko'chirib oldi, uni barmog'ingga qo'y", degan ovoz keldi. Shundan so'ng men bu tanishimga telefon qilib hamma narsa haqida so'raydigan bo'ldim. Bir safar undan geografiya fanidan yordam berishni so'radim va u Filadelfiya qayerda joylashganini aytib berdi. Yana bir safar matematikadan uy ishini bajarishimga yordamlashdi. Bir kun oldin xiyobondan topib olgan ola sichqonim meva va yong'oq yeyishi mumkinligini ham u aytdi. Jajji kanarikamiz Piti o'lib qolganida "Ma'lumot bering, iltimosga" telefon qilib, bu qushimiz haqidagi g'amgin hikoyamni so'zlab berdim. U hikoyamni eshitgach, menga bolalarni ovutish uchun kattalar aytadigan oddiy so'zlar bilan taskin berdi. Ammo men yupalmadim va undan so'radim: "Nega shunday chiroyli kuylab, barcha xonadonlarga quvonch baxsh etuvchi qushlar o'lishi bilan qafas ichidagi bir tutam patga aylanishlari kerak?" Mening qattiq iztirob chekayotganimni u sezgan bo'lishi kerak edi. Shunday bo'lsa-da, uning osoyishta ovozini eshitdim. "Pol, doim yodingda bo'lsin. Kuylash mumkin bo'lgan boshqa olamlar ham bor." Bu gapdan so'ng negadir o'zimni ancha yengil his qildim. Boshqa bir kuni yana telefonni ko'tardim. "Ma'lumot bering, iltimos." "Eshitaman", javob qildi tanish ovoz. "Tuzatish so'zini qanday talaffuz qilasiz?" so'radim men. Bularning barchasi Tinch okeani shimoliy g'arbidagi kichkinagina shaharchada bo'lib o'tayotgan voqealar edi. Men 9 yoshga kirganimda biz mamlakatdagi boshqa shahar, Bostonga ko'chib o'tdik. Eski qadrdonimni juda sog'inardim. Negadir "Ma'lumot bering, iltimos" deuvchi ovoz sohibasi joylashgan oldingi uyimizdagi yog'och qutini keyingi xonadonimizdagi stoldan joy olgan baland, yaltiroq yangi telefonga sira o'xshata olmasdim. O'smirlik chog'imda ham bolaligimdan yorqin xotira bo'lib qolgan bu suhbatlar yodi meni aslo tark etmadi. Shubhali va qiyin vaziyatlarda ayni shu qo'ng'iroqlar tufayli endi o'zimni xavfsiz his etayotganimni sezardim. Kichkinagina bir bolani tinglash bobida bu ayol qanchalar sabrli, tushunuvchan va mehribon bo'la olganini hozir juda yaxshi anglayman va uning qanoatiga tahsinlar aytaman. Bir necha yil o'tib, g'arbdagi kollejga ketayotganimda men uchayotgan samolyot yo'l-yo'lakay Seattleda qo'nib, u yerdan boshqa reysga almashadigan bo'ldim. Keyingi samolyotga o'tirgunimcha 1,5 soat vaqtim bor edi. Men
15 daqiqacha vaqtimni ayni paytda shu shaharda yashayotgan opam bilan suhbatlashib o'tkazdim. Keyin esa nima qilayotganimni o'ylab ham o'tirmay, ona shahrimdagi operator raqamini terdim va "Ma'lumot bering, iltimos" deya murojaat qildim. Bu ne mo'jizaki, men o'zim juda yaxshi biladigan o'sha ayolning ingichka va tiniq ovozini eshitdim. Bu suhbat haqida o'ylamagandim, ammo tilimga o'zim ham kutmagan holda shu so'zlar keldi. "Iltimos, menga tuzatish so'zi qanday talaffuz qilinishini ayta olasizmi?" Go'shakdan bir muddat ovoz eshitilmadi. Keyin esa muloyim ohangdagi javob yangradi. Taxminimcha, bu vaqtgacha barmog'ing tuzalib ketgan bo'lishi kerak. Men kuldim. Shunday qilib, bu hali ham aniqsiz ekaningizni bildim, dedim so'ng. Qiziq, men uchun gaplaringiz qanchalar ahamiyatli bo'lganini hech xayolingizga keltirganmisiz? Qiziq, dedi u ham. Sen ham qo'ng'iroqlaring men uchun qanchalar ahamiyatli bo'lganini bilganmikinsan? Men umuman farzand ko'rmaganman. Shu sababmi qo'ng'iroqlaringni kutib yashashdan baxtiyor edim. Men o'tgan yillar davomida uni tez-tez eslaganimni aytdim va opamnikiga kelganimda yana telefon qilishga ruxsat so'radim. Albatta, qo'ng'iroq qilaver, dedi u. Seli deb so'rasang kifoya. 3 oydan so'ng Seattle'ga qaytdim. Ammo bu safar operatorga qo'ng'iroq qilganimda boshqa ovoz javob berdi. Men Selini so'radim. "Uning do'stimisiz?" so'radi ma'lumot beruvchi ayol. "Ha, juda qadrdon do'stiman", javob qildim men. "Sizga buni aytishdan qattiq afsusdaman", dedi ayol. Oxirgi yillarda u to'liqsiz ish kunida ishlayotgan edi. Chunki kasal edi. 5 hafta oldin u vafot etdi. Go'shakni qo'yayotganimda suhbatdoshim so'rab qoldi. "Bir daqiqa, sizning ismingiz Polmi?" "Ha." "Yaxshi. Unda sizga Selli xabar qoldirib ketgan. U telefon qilib qolishingiz mumkinligini o'ylab shunday qilgandi. Bu xabarni sizga o'qib berishimga ruxsat bersangiz. Bu yerda shunday yozilgan. Unga aytingki, men hali ham kuylash uchun boshqa olamlar bor deyman. U nima demoqchiligimni o'zi bilib oladi." Men ayolga rahmat aytib, go'shakni joyiga qo'ydim. Ha, Selli nima demoqchi bo'lganini tushungandim. Boshqalarda qoldirishingiz mumkin bo'lgan ta'sirotlaringizni hech qachon kamsitmang. Bu bilan sizdan shuni so'ramoqchimanki, inson boshqa kimningdir hayotida qancha o'zgarishlar qila olishi mumkinligi yodingizda tursin.